Ko'pchilik ota-onalarda farzandim nimaga o'ziga ishonchi yo'q, nega qo'rqoq, uyatchin, gapini eplab gapira olmaydi, lapashin, bo'shashgan bola deb shikoyat qilishadi. Mana shu farzandlarda o'ziga bo'lgan ishonchni orttirish uchun nima qilish kerak degan savol meni doim qiynardi. Buning uchun men ko'pincha tavsiya qilardim, farzand ko'niga qarang, uni erkalating deb. Lekin yana bitta juda zo'r usuli bor ekan. Ya'ni farzandga uyda ish qildirsangiz, xato qilsa ham, qo'lini kesib olsa ham, yiqilib tushsa ham uydagi ishlarni bir amallab qilgan bolalar va qizlarda hayotda muvaffaqiyatga erishish holatlari kuchli bo'lar ekan. Garvard universiteti 75 yil davomida o'tkazgan tadqiqotida, ya'ni uyda ish qilgan bolalar ko'p holatlarda hayotda katta muvaffaqiyatlarga erishgan. Va bundan tashqari yana bitta tadqiqotda 10 mingta bola bilan tekshiruv o'tkazishgan psixologlar va shu 10 mingta bolaning ichidan uyda ish qildirilgan bolalar uyda ish qildirilmagan bolalarga nisbatan o'ziga bo'lgan ishonchi juda yuqori bo'lgan va hayotda katta yutuqlarga erishgan. Uyda ish qilgan bolalarda mas'uliyat hissi bo'ladi, disiplina, tartib, intizom